Xalqimiz bahor fasli kirib kelishi bilan atrof muhitni ko'rkam qiyofaga keltirish harakatiga tushadi. Bu uyg'onish fasliga hamohang tarzda yurt tarovatini yanada fayzli qilib yuboradi. 13-14 mart kunlari mamlakatimizda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hashari o'tkazilmoqda. Bugun quyosh ham zarra nurlarni ayamasdan hasharchilarga iliq kayfiyat bag'ishlayapti. Qo'rg'ontepaliklar barchasi labbay deya javob berib, o'z xonadoni atrofini, ko'cha-ko'ylarni obod qilishga kirishganlar. Bilasizmi? Salkam 100 yoshga kirgan Ismoiljon Hoji dada ham umumxalq xayriya hasharini eshitdi-yu, ko'chalarni obod qilishga nabirlar bilan, farzandlari bilan birgalikda chiqdi. Va bugungi lavhamiz orqali siz obodlikni istayotgan qo'rg'ontepaliklarni ishlariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Ozodalik, saramjon sarishtalik bor joyga bir nigoh tashlasangiz, yorug'likni his etasiz va ana o'sha manzil qalbingizga yoqa boshlaydi. Yoshi ulug'lar aytishganidek, baraka ham bo'ladi. Ismoiljon ota ham 2 kam 100 ni qarshilagan, ammo hali ham mehnatdan qochmaydi. Daraxtlarga chiroy berish, tomorqalarni toza bo'lishida barchaga bosh-qosh bo'ladi. Mehnat qilgan elda aziz deydi. Qo'rg'ontepa xalqi mirishkor, intiluvchan. Bir ishni boshladimi, chiroyli bo'lishni istaydi. Qay bir mahallaga bormang, qilinayotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlariga ko'zingiz tushadi. Zarbuloq mahalla fuqarolar yig'inida ham yosh kattalar qo'llarini duoga ochib, esonlik, omonlik bo'lishini tilab qozonlarda chalpaklar qilib elga tarqatgan bo'lsalar, yana bir tomonda ariqlar tozalandi, kelinchaklar ko'chalarga suv sepib, barcha birgalikda mahallalar obod bo'lish uchun hasharda faol ishtirok etishga kirishdilar. Yosh kattalar bosh-qosh bo'lsa, albatta ish bir zumdagina hal bo'ladi. Atrof ham chinni chiroy bo'lib qoladi. Qo'rg'ontepa tumanimizda 61 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, bugun mana Zarbuloq mahalla fuqarolar yig'inida umumxalq xayriya hasharini juda ham ko'tarinki ruhda olib bormoqdamiz. Bu eng avvalo oldimizda juda ham katta bayramlar turibdi, Navro'z bayrami. Har kuni o'z umumxalq hasharlari amalga oshirilmoqda. Bugun mana Zarbuloq mahalla fuqarolar yig'inimizda 700 dan ortiq ko'chatlar, manzarali ko'chatlar ekildi. Xonadonlarga, ko'chalarga, zovurlar chetlari tozalanib, ozodalik ishlari amalga oshirildi. Daraxtlarga ishlov berish, ariq va zovurlarni chiqindilardan tozalash, tomorqalarga turli daraxt ko'chatlarni o'tkazish aytish kerakki, yoshlarga o'rnak bo'luvchi ishlar deyish mumkin. Buni ko'rib bolajonlar ham o'rganadi, kelgusida manzillar obod bo'lish uchun harakat qiladilar. Albatta tabiatni ham poklashga, hasharga qatnashib, o'z hissamizni qo'shyapmiz. Doim vatanimizda tinchlik bo'lsin, mana shunaqa yorug' kunlar bo'lsin. Shahrixonsoy mahalla fuqarolar yig'inida barcha birdamlikda xayrli hasharda faol ishtirok etishdi. Daraxtlar oqlandi, tomorqalarga qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekish uchun tayyorgarlik ko'rildi. Bu kabi ishlar barchani bir qilishi umumxalq hasharda namoyon bo'lgandek. Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'ini aholi vakillari hasharga labbay deya javob berib, o'z xonadonlari atrofini chiroyli qilishga kirishdilar. Asosan ko'p qavatli uylardan iborat bo'lgan hududda birdamlikni opa-singillar ko'cha hovlilarini bir zumdagina ozoda qilishganda ko'rish mumkin. Bizni Yangi hayot mahallamiz shaharning qoq markazida joylashganligi sababli bizga ko'p mehmonlarimiz tashrif buyurishadi. Bizni ozodaligimiz, mahallamizni obodligi juda ham zarur. Xotin-qizlarimiz mana ertalabdan boshlab suvlar sepishib, oqlashib, yerlarni supurib, kelinlarimiz o'zlarini onalik, ozodaligi, kelinlarimiz ozodaligini mana o'zlari tashkil qilib obodonlashtirishib yurishibdi. Bu umumxalq hashari hamma mahalla uchun juda ham zarur deb bilamiz. Chunki bu mahallani obodligi, har bir xonadonda ozodaligi bizning yuzimiz. Bejizga hashar elga yarashar deyishmaydi. Birlikda gap ko'p. Bir bo'lib ishga kirishsangiz, barcha manzillarni obod go'shalar qatoriga kirishiga sababchi bo'lasiz.